Ramazonning oxirgi 10 kunini qo'ldan boy bermang. Bu kunlarda Laylatul Qadr kechasi bor. U kechasi 1000 oydan afzal kechadir. Shuning uchun oxirgi 10 kunda ushbu 3 ta amalni qiling, tark etmang. Birinchisi, har kuni kechasi 3 martadan Ixlos surasini o'qing. Agar siz o'qigan kuningiz Qadr kechasi to'g'ri kelib qolsa, siz 84 yil har kuni Qur'on xatm qilgan ajrini olasiz. Ikkinchisi, har kuni 1 so'm bo'lsa ham sadaqa qiling. Agar siz sadaqa qilgan kuningiz Qadr kechasi to'g'ri kelib qolsa, siz 84 yil har kuni sadaqa qilgan ajrini olasiz. Uchinchisi, eng muhim va eng afzali, har kuni yo'q degani 2 rakat bo'lsa ham tahajjud nafl o'qing. Agar siz tahajjud nafl o'qigan kuningiz 2 rakat bo'lsa ham Qadr kechasi to'g'ri kelib qolsa, siz 84 yil har kuni tahajjud o'qigan ajrni olasiz. Laylatul Qadrni qo'ldan boy bermang.